Bismillahirrahmanirrahim. Go'zal nazar tufayli ochilgan shukr panjarasi. Go'zal nazar bilan qaramaslik har bir narsadan shikoyat qilish, norozi kayfiyatda munosabatda bo'lishingizga sabab bo'ladi. Insonlar, vaziyatlar muvaffaqiyatsizligimizning sababi bo'lib ko'rinadi. Bu usul ayni zamonda birovni ayblab, javobgarchilikdan qochishning bir yo'lidir. Go'zal nazar qilmagan odam atrofida o'ziga ato qilingan millionlab ne'matlarni ko'ra olmaydi. Hayotga yaxshilik bilan qaramagan odam har kuni yangi tongni qarshi olish, yangi bir umid ekanini anglay olmaydi. Yaxshi niyat qilmagan odam shukr qilishni ham bilmaydi. Holbuki Robbimiz oyati karimasida qasamki, agar shukr qilsangiz, albatta sizga ziyoda qilurman, deydi. Yaxshi nazar bilan qaragan har bir narsamiz bizga go'zalligini namoyon etadi. Odamlarning yaxshiligiga shukr qilmaydigan kimsa Allohga ham shukr qilmaydi deganlar Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bir o'ylab ko'ring-a. Insonlardan va hayotdan har doim norozi bo'lib noligan odam aslida bularning hammasini yaratgan Allohdan noligan bo'lmaydimi? Ichidagi dunyosida Alloh yaratgan narsalarning kamchiligi bor deb o'ylagan bo'lmaydimi? O'zida yo'q, boshqada bo'lgan narsalarga hirs va taqlid qilgan sari o'zida borlariga shukrini unutgan bo'lmaydimi? Umr bo'yi faqat nolishni biladiganlar shukr degan ne'matdan uzoqda qoladilar. Undan mahrum bo'lgan odam oldiga qo'yilgan nozu ne'matlarning farqiga bormaydi. O'tmishga bog'lanib qolaveradi. Oldinga qadam tashlay olmaydi. Bunday insonlar butun dunyoni o'ziga qarshi kuch sifatida ko'radi. Umrini yomonlar bilan kurashib o'tkazdim deb o'ylaydi. O'ziga berilgan yaxshiliklarni aslo ko'rmaydi. Ilk ziynat boshqa bir ziynatlarni farqlash uchun yaxshilik bilan nazar solishdir. Go'zal nazar solingki, boshqa ne'matlarning ham borligini his qiling va barchasiga shukr qila oling. Bir zarif so'z. Bir kuni Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oldilaridan Abu Jahl chiqdi va "Ey Muhammad, naqadar xunuksan. Seni kabi xunuk odamni ko'rmaganman", dedi sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga "To'g'ri aytasan", dedilar. Sal o'tib Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rib qoldi va "Ey Allohning rasuli, naqadar chiroylisiz", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga ham ayni javobni berdilar. "To'g'ri aytasiz". Ushbu ikki javobga guvoh bo'lganlar taajjub bilan so'radilar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Abu Jahl naqadar xunuksan dedi. To'g'ri aytyapsan dedingiz. Abu Bakr naqadar chiroylisiz dedi. U kishiga ham to'g'ri aytasiz dedingiz. Buning sababi nima?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. "Men bir oyna kabiman. Menga qaragan u yerda o'zini ko'radi. Shunday ekan Abu Jahl qarab o'zini ko'rdi va o'ta xunuksan dedi. Haqli edi. Abu Bakr ham nazar solib o'zini ko'rdi va o'ta chiroylisiz dedi. U ham haq edi. Shuning uchun mana shunaqa javob berdim."